Tefsiri Muyesser. Enfal Suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey müminler! Eğer sizler Allah'ın bir ekanligiga ve haq bilan batıl ayrılgan kunda, ikki qo'shin Badrda uchrashgan kunda, Allah Muhammed alayhissalomga nazil qilgan oyatlarga iymon keltirgan müminlardan bo'lsanglar, bilinglarki, sizlar Allah yo'lida jihad qilib dushmandan olgan g'animatning 5dan 4i jihadga chiqqan mujohidlarga bo'lib beriladi. Qolgan 5dan 1i 5 o'lishga bo'lib taqsim qilinadi. Birinchi o'lishi Allohga va payg'ambar alayhissalomga xos qilinib, u musulmonlarning umumiy ishlariga ishlatiladi. İkinci o'lishi payg'ambar alayhissalomning yaqin tuqqanlariga beriladi. Ular Hashim va Abdul Mutallib avlodlari bo'lib, ularga sadiqa berish joiz bo'lmaydi. Üçüncü o'lishi yetim bolalarga, to'rtinchi o'lishi yo'qsullarga, beshinchi o'lishi xirojatidan ayrilib qolgan musofirlarga bo'lib beriladi. Allah her narsaga qodirdir. Uni hech narsa ojiz qilolmaydi. Shuni eslanglarki, o'z vaqtida sizlar vodiyning Madinaga yaqin tarafida edinglar. Dushmanlaringlar bo'lsa, vodiyning Madinaga yiroq tarafida edi. Qurayshning savdo karvoni sizlarning to'van tarafinglarda Qizil dengizga yaqin edi. Agar sizlar mushu urushning vaqti to'g'riliq va'dalashmoqchi bo'lsanglarmi, albatta kelishmaytinglar. Lekin Allah mümin bandalarga yordam qilish, dushmanlarni o'ldirib yoki asirga elib mag'lub qilishdan iborat o'z irodasini amalga oshirish uchun halok bo'ladiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi uchun yashaydiganlarning ro'shan dalilini ko'rib, ondan yashash uchun sizlarni va'dasiz uchrashtirdi. Sheksizki Allah her ikki firqaning gap so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning niyatini va amallarini bilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida Allah tushingda sana dushmanning sonini oz ko'rsatdi. Shuning bilan sen bu ahvolni mu'minlarga aytib bergandan keyin ularning irodasi kuchaydi. G'albaga bo'lgan ishonchi oshdi. Agar Allah sana dushmanning sonini ko'p ko'rsatgan bo'lsaydi, sahobalarning dushman bilan uchrashishda ikkilanib qolgan, qo'rqib ketgan va urush qilish to'g'riliq cho'qim talash tortish qilgan bo'ladi. Lekin Allah sizlarni mag'lub bo'lishdan saqladi. Sheksizki, Allah dillardagini aniq bilib turg'uchidir. Shunimi eslaginki, o'z vaqtida dushman urush maydoniga kirgan chaqda sizlar ularning sonini oz ko'rib qoldinglar. Shuning bilan ularga hujum qildinglar. Allah ularni tayyorliksiz tursin deb, ularning ko'zida sizlarning soninglarni oz ko'rsatdi. Shuning bilan Allah sizlarga nusrat ato qilishdan iborat va'dasini amalga oshirdi. Allahning dini ustunlikka erishdi. Kafirlarning dini mag'lub bo'ldi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Allah her kimga tegishlik mukofot yoki jazo beradi. Ey Allohga, uning payg'ambarga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar bilan urush qilib kelgan qandoqli bir to'p uchrashgan cheg'inglarda mustahkam turinglar. Hargiz yengilib ketmanglar. Muvaffaqiyatga erishinglar uchun Allah'ni ko'p yod etinglar va uningdan yordam tilanglar. Barliq ishlarda Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Ixtilof qilishmanglar. Bo'lmasa ojizlashib qolasizlar. Kuch-quvvatinglar ketib qoladi. Dushmanlar bilan tutishganda chidamliq bo'linglar. Chunki Allah chidamliq bo'lg'uchilar bilan billadir. Ularni qo'llaydi, ularga yordam qiladi. Sizlar o'z diyoridan cho'ngchilik va riyo bilan chiqqan mushriklarga o'xshash bo'lmanglar. Ular kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sadi.
Allah ularning hamma ishlarini to'liq bilib turg'uchidir. Unutmanglarki, o'z vaqtida shayton mushriklarning qilmishlarini o'zlariga chiroyli ko'rsatib, bugun sizlarni hech kim yengolmaydi, chunki men sizlarga madadkor degan edi. Ammo ikki qo'shin uchrashgan chaqda shayton kofirlar qo'shini bilan billa, farishtalar mu'minlar qo'shini bilan billa edi. Shayton farishtalarni ko'rib orqaga chekindi va mening sizlar bilan hech bir aloqam yo'q. Sizlar ko'rmayotgan farishtalarni men ko'rib turibman. Men rastulloh Allohdan qo'rqaman deb ulardan yuz o'rdi. Sheksizki Allohga osiylik qilib, gunohiga samimiy tavba qilmaganlarga Allohning azobi haqiqatan qattiqdir dedi. Shuni eslanglarki, o'z vaqtida ikki yuzlamachilik va shak kasaliga giribtor bo'lgan munofiqlar musulmonlarning sonining ozligini va dushmanlarning sonining ko'pligini ko'rib, musulmonlarni ularning dini aldab qo'ydi. Shunga ular o'zlaridan ko'p sonli qo'shin bilan urushdi degan edi. O munofiqlar Allohning va'dasiga chin ishonib, uningga chin qalbi bilan tayangan kishilarning cho'qim g'alabaga erishadiganligini, Allohning ularning umidini yerda qo'ymaydiganligini bilmagan edi. Alloh haqiqatan g'olibdir. Uni hech narsa ojiz qilolmaydi. Allah barliq tadbirlarda va amr farmonlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Ey payg'ambar, jon og'uchi farishtalar Badr urushida kofirlarning yuzlariga va qochqonlarining orqalariga qattiq o'g'an holda ularga do'zaxning ko'ydirgichi azobini tetinglar deb turib, jonlarini ilayotgan holatni ko'rgan bo'lsang, to'liq qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ey mushriklar, sizlarga yetgan bu azob sizlarning o'z qo'llaringlar bilan sodir qilgan qilmishinglar tufaylidandir. Allah hech qanday bandasiga qilchilikmi uval qilmaydi. Chunki Allah adolat bilan ish ko'radi. Mushriklarga tushgan azob Allohning haddidan oshgan zolim kofirlarni jazolashdagi qonuniyati bo'lib, Fir'avn jamoasi va ulardan ilgirki kofirlarning hammasi qilmishlari sababli shundoq jazolangan. Ular Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarib edi. Allah ularni gunohlari tufaylidan halok qilibdi. Sheksizki Allah kuchlidir. Uningga hech kimning kuchi yetmaydi. Uning azobi gunohiga tavba qilmaganlar uchun nihoyat qattiqdir. Bu qattiq azobning tushishi shuning uchunki har qanday bir qavm o'zining yaxshi holatini yomonga o'zgartmaguncha Allah ularga bergan ne'matini to'xtatib qo'ymaydi. Sheksizki Allah bandalarining gap so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. Allah ularga o'z ilmining va irodasining taqazzosi bo'yicha muomala qiladi. O kofirlarning ahvoli Musoni inkor qilgan Fir'avn qavmining va ulardan ilgari o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilgan kofirlarning ahvoliga o'xshaydi. Allah ularni gunohlari tufaylidan halok qildi. Fir'avn tavalarni dengizga g'arq qilibdi. Chunki ularning hammasi Allohning payg'ambarlarini yolg'onchi deyish, Allah tushirgan dalil pokitlarni inkor qilish va ibodatda Allohga mahluqotni sherik keltirish qatorliq qabih qilmishlar bilan o'ziga zulm qilgan kofirlar edi. Allohning nazarida jonliqlarning eng yomoni kufrlikda ching turib olgan. Chunki ular Allohning payg'ambarlariga ishonmaydi. Allohning bir ekanligini e'tirof qilmaydi va uning diniga ergashmaydi. Ular tuzgan ahdisiga vafo qilmaydigan yahudiylar bo'lib, ular sen bilan tuzilgan tinchlik kelishimlarni har qitimda buzib kelayotgan va Allohdan qo'rqmaydigan odamlardir. Agar urushda shu ahdisini buzadiganlar bilan tutishib qolsang, ularni qattiq jazolash orqali
orqadagilarni teri-piran qilib etkinki, ularning birdigi buzilsin. Shuningdan keyin ular sizlardan qo'rqib, urush qilishga jur'at qilolmaydigan bo'lib qolsin. Ey payg'ambar, agar sen oranglardan kelishim tuzishgan qavmning kelishimiga vafosizlik qiladiganligining shapsini his qilsang, bu kelishimning buzilganligini ularga ochiq bildirib, ularning bu kelishimni o'ziga tashlab bergin. Alloh ahdisiga vafosizlik qiladigan xoinlarni qat'iy do'st tutmaydi. Badr g'azotida hayot qolgan kofirlar qutuldik deb o'ylamasin. Chunki ular Allohning azobidan hargiz qechib qutulolmaydi. Ey musulmonlar jamoasi, dushmanga taqobil turish uchun ularga qarshi qo'linglardan kelishicha kuch, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan sizlarni yo'q qilish uchun fursat kutib yotgan dushmanlaringlarni, Allohning dushmanini va ulardan boshqa hozircha sizlarga qarshi urush e'lon qilmagan dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularning dillariga qo'rqinch solisizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar. Ammo Alloh ularni taniydi. Ularning niyatini biladi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilgan narsanglar mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, Alloh sizlarga uning mukofotini dunyoda to'liq beradi. Uning savobini oxiratga saqlab qo'yadi. Qilgan amalinglarning ajri qilchi kemaytilmaydi. Ey payg'ambar, agar ular urushni tashlashga va sizlar bilan tinchlik ishida o'tishga moyil bo'lsa, sen mu tinchlikka moyil bo'lgin. Ishlarning oqibatini Allohga topshirgin. Chunki Alloh ularning gap so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatini bilib turg'uchidir. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdul Aziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.